Hurmatli talabalar, demak sizlar bilan endi qorin bo'shlig'ining chuqur palpatsiyasini ko'rib chiqamiz. Bunda birinchi qadam demak bemorga biz nima qilmoqchi ekanligini tushuntiramiz. Qornimizni tekshirib ko'ramiz deymiz. Palpatsiya demaymiz. Tekshirib ko'ramiz. Palpatsiya tergisi demak tibbiy terminlarni ishlatmaslik kerak. Bemor rozi bo'lgandan keyin bemorga demak chalqancha holat beriladi. Qo'llar yonga tushirilgan, oyoqlar bukilgan holatda bo'ladi. Demak birinchi navbatda chuqur palpatsiyada sigmosimon ichak tekshiriladi. Keyin ko'richak, tushuvchi ichak, chambarchak, ko'tariluvchi chambarchak va ko'ndalang chambarchak tekshiriladi. Bundan tashqari chuqur palpatsiyada jigarni ko'rish mumkin. Chuqur palpatsiyada buyrakni tekshirib ko'rish mumkin. Xo'sh, chuqur palpatsiyada 4 ta birinchi momentini bilishimiz kerak. Birinchisi, masalan, tushuvchi ichakni agar palpatsiya qilsak, biz qo'limizni mana qo'yamiz. Qo'limizni qo'yganimizdan keyin bu birinchi momenti. Ikkinchi momenti, terini burmaga olamiz. Bemorga aytamiz, chuqur nafas oling. Chiqaring. Bo'sh qo'ying, chuqur nafas oling. Chiqaring. Chiqargan vaqtga biz sirpantiruvchi harakat qilamiz. Yana chuqur nafas oling. Chiqaring. Mana kirdik. Demak, sirpantiruvchi harakat qilamiz. Bunda nimaga e'tibor beramiz? Demak, shakliga. Qanaqa shaklda bo'ladi? Sigmosimon ichak, silindrsimon shaklda. O'lchamiga e'tibor beramiz. Konsistensiyasiga e'tibor beramiz. Yuzasining silliqligiga e'tibor beramiz. Demak, nimadir hosila borligiga e'tibor berishimiz kerak. Qalinligiga e'tibor berishimiz kerak. Qalinligi yo ko'rsatkich barmoq, yo bosh barmoq qalinligida bo'ladi. Og'riq bor yo'qligiga e'tibor beramiz hamda quldirash bor yo'qligiga e'tibor beramiz. Normada quldirash bo'lmaydi. Qachon qalin bo'ladi? Qachon? Demak, ichak kasalliklari, nasib yarali kalit yoki bo'lmasa, demak, kalitlar vaqtida har bir kasalliklarda qalin bo'lishi mumkin. Shakli silliq bo'ladi. Demak, biz yana bir marta chuqur nafas olib chiqaring. Qo'l bilan nafas oling. Chiqaring, nafas oling. Chiqaring. Mana kirdik. Sirpantiruvchi harakat qilamiz. Xo'sh, ko'richakni palpatsiya qilish uchun mana spina ilaka anterior bilan mana bu chiziqni birlashtiramiz. Mana spina ilaka. Birlashtiramiz. Shuni tashqi nimasida qo'limizda ichakka nisbatan ko'ndalang qo'yamiz. Nafas oling. Chiqaring. Qo'ydik. Sirpantiruvchi harakat. Nafas oling. Burma hosil qilib chiqaring. Ana qarang. Sirpantiruv. Yana nafas oling. Burma kindikka qarab chiqaring. Kiramizda demak sirpantiruvchi harakat. Tushunarlimi? Nafas oling. Mana chiqaring. Mana sirpantiruvchi harakat. Chiqargan vaqtga ichakka demak sezamiz. Jigarni ham hozir birdan ko'rsataman. Bo'sh qo'yamiz. Mana qovurg'a bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'yamiz. Bitta qo'limiz fiksatsiya qiladi. Nafas oling. Chiqaring. Nafas oling. Chiqaring. Mana kirdik, to'xtab turing. Va oling nafas. Nafas olganda buni chiqamiz. Tushunarlimi? Nafas oladi. Biz chuqur kiramiz. Bo'sh. Demak, yo'yno. Oling. Chiqaring. To'xtab turing. Mana shu vaqtga biz sirpantiruvchi harakat qilamiz. Tushunarlimi? Demak, ikkita qo'limiz bu yerda jigarga mana nafas olgan vaqtga chiqqan vaqtga jigarni biz sezib chiqishimiz kerak. Demak, mana shu 4 ta moment qo'lni qo'yish, burma hosil qilish va chuqur kirish hamda sirpantiruvchi harakat chuqur palpatsiyada amalga oshiriladi. E'tiborlaringizni rahmat.